Navbatdagi bemorimizda qovuq qin oqma yarasi vujudga kelgan, ya'ni rivojlangan shunaqa kasallik. Ya'ni bemor umuman siydik ushlamagan. Qubuga siydik tushgan, siydik ushlamagan kasal. Qin orqali chiqib ketavergan siydik. Juda qiynalib yurgan kasal, pamperslari tutib, juda og'ir nima bo'lib holatda yurgan. Bizda kelib tekshiruvlar o'tkazganimizda qovuq bilan qinni orasida sivish borligini aniqladik va davosi operatsiya ekanligini tushuntirdik kasalga va operatsiyadan keyin hozirda holati yaxshi. Operatsiyadan keyin mana sistogramma, rentgen qilib ko'rganimizda qovuqni bir butunligi tiklanganini ko'rdik. Qolgan muolajalarni, tabletkalarni yozib berdik. Qolganini uyda davom ettiriladigan bo'ldi. Qanaqa holat bo'ldi o'zingizda mana kasallik paytidagi va hozirgi holatingizda qanaqa o'zgarishlar bor? Opa aytib bering shuni. Oldingi holatimda o'sha 4 oy pampersda qiynaldim haqiqatan ham. Hozir mana operatsiyadan keyin juda ham yaxshi. Ko'zimcha siyapman. Juda ham xursandman. Sihat klinikasi xodimlari meni davolashib berishdi. Rahmat. Siydik kelmayaptimi ostingizdan endi umuman? Siydik yo'q, hozir kelmayapti. O'zi siyyapsiz bemalol. Bemalol siyyapman. Ravon tutyapsiz siydikni. Ravon tutyapman. Siydik qolib ketmayapti. Yo'q, qolmayapti. Shunaqa og'ir turdagi kasalliklar bilan qiynalib yurgan bemorlar bo'lsa, sihat klinikasiga bizga murojaat qilishlari mumkin.